ko'pchiligiga qiziq bo'lgan, baribir endi mana bizlarni o'sha yerda topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz, boshqa ota-onalar ko'rib o'tirishadi. Kuniga necha soat dars tayyorladik? Ya'ni shunga qarab ular farzandlarini hisob-kitobini olishadi. Mana Muslima gapirsa, Muslima mana kuniga necha soat dars tayyorladik? Mana 12 yoshga sıfır sertifikatni olish uchun. Muslima bizda deyarli o'sha 3-sinfdan tayyorgarlikni boshlagan, ingliz tili va matematikligi. Va shu bilan bir qatorda tayyorgarlikni uzmasdan to'laligicha darslarga qatnashdi. Uydagilari tomonidan umuman dars qoldirish holatlari deyarli kuzatilmadi sababsiz va maksimal o'sha sharoit taxlab berishdi, farzandlarini ilm olishiga imkoniyat yaratib berishdi, borish kelishlarni hammasini o'zlarining bo'ynlariga olishdi va mana natijasi 12 yoshida B2 sohibi bo'lib turibdi. Ya'ni bu jarayonda mana ko'pincha eshitib qolamiz. IELTS'dan 8 oldi, IELTS'dan 2,5 oldi degan gaplarni qulog'imizga chalinib qoladi. Mana shunaqalar mana shu Muslima kabi o'quvchilardan chiqadi. Ya'ni yoshligida B2 daraja olib qo'yishadi va undan keyin o'zini ustiga ishlab IELTS 2,5, 8,5 darajaga harakat qilishadi. Hammasi o'z-o'zidan birdan bo'lib qolmaydi. Sababi ko'p aytamiz, baribir katta qadamli kichik qadamlardan boshlanadi. Muslima qancha soat dars qildik kuniga? Men o'ylashimcha juda ko'p, chunki kech o'rtacha bo'lgan kunlar va 12gacha bo'ladi. Speakinglarimiz, keyin undan tashqari o'sha imtihonimiz boshlanishidan oldin testlar yechganimizda 5 soatlar, bundan oshiqlar 8 soat. Bo'ldi. Demak, shu 5 va 8 soat oralig'ida kuniga dars tayyorladik. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Endi ingliz tilini o'ziga. Tushunarli. Dilnoza bu haqida nima deydi? Masalan, 12 yoshda Dilnoza ham olyapti. Dilnoza ham adashmasam bizdagi 4-sinfli vaqtidan keyin adashmasam, o'sha paytdan beri tayyorgarlikni olib bordi. Ancha-muncha guruhlarni ko'rdi Dilnoza, ancha-muncha guruhlarimizga o'zi tajribasini oshirdi va endi mana maxsus guruhimizga qabul qilinib, safar imtihoniga kirib chiqdi va bizga kutgan natija va o'zi ham kutgan natija B2 darajani olib chiqdi. Dilnoza kuniga necha soat dars qildik? Men o'ylashimcha Muslima aytgandek 5-8 soat orasida bo'ldi. Shu soat 12 gacha speaking o'sha chatlar qilib, writingga ham vaqtlarimizni ajratdik. Taxminan 5-6 soatlik. Tushunarli. Unda o'sha Dilnozani uydagilari ham, Muslimani uydagilari ham shu farzandlarini ilm olish uchun maksimal bor kuchlarini ishga solib harakat qilishdi. O'quv markazi bilan har doim hamkorlikda ishlashdi, kamchiliklarni ustida to'g'rilashdi va shuni hisobiga o'zlari kutgan natijani olishdi. Demak, Umar 7-sinf bo'lib turib B2 natija hozirgi jarayonda bu yaxshi jarayon, chunki ko'pchilik qatori bolalar hali telefon o'ynab yurgan yoki boshqa jarayonlarda endi shu o'qishga qiziqayotgan joyda mana Umarga o'xshagan o'quvchimiz Abariylar va Umar o'sha prezident ixtisoslashtirilgan agentlik maktabiga o'qiydi va Umar uchun deyarli mana ingliz tili hozirdan taqlanib qolgan va katta bo'lsa ham shu katta universitetlarga topshirishni biz ham kutyapmiz. Nasib bo'lsa Umarda mana kuniga necha soat dars qilganini eshitamiz. Umar kuniga necha soat dars qildi? Kuniga shu 5-6 soat, yana uyda har doim ustimga 1 soat ishlaydi. Tushunarli.